Captiva'ning zo'r keldi. Nimasi bilan zo'r? O'zi ham, puli ham zo'r. Captiva'larni haqiqiy endi mana narx tushgan paytda oladigan payt keldi. Xo'p, hammada narx ko'tarilsa, bizda tushyapti. 2013-yil, kraskasi top-toza, bir qo'l shu tipravka ekan. Hammalari ham tuni bo'lib turibdi. Xo'p. Mashina hozir ichini ko'rsatay sizlarga. Gul ekan. Mashina ichlari, chexollari, mana kojalarini qaranglar, tinuvligini. Bir qo'l ekan salondan. Bemalol tekshirib olsanglar bo'ladi. Probeglari halol. Arpetkalarni ko'rasizlar, qanaqa. Idealniy bo'lib turibdi. Yuklari. Korobkasini tekshirdim, haydab ko'rdim. Yumshoq yurishlari, gap bo'lishi mumkin emas. Stanley rang bilasizlar, boshida shunaqa chiqqanda hamma talash bo'lgan-ku. Hali ham yomon emas. 3. Mana ichlarini qaranglar, idealniy bo'lib turibdi. Hop, srochniy narxi 10 ming. 2013-yil 107 ming yurgan. 10 mingga bosa olinglar lekin arzon qo'ydim. Qidirib yurgan jo'natib qo'yinglar bu videoni.